Assalamualaikum Sıranım Tor bekitimizning aziz ishtirokchilari, qadrli ko'ruvchilar. Diyorimizdagi ajr mehnat egalari bo'lgan tadbirkorlarimizni sizlar bilan sirdosh pursiga ega qilib kelayotgan Sirdosh ko'zdagi programmamiz yana sizlar bilan ko'z ko'rishdi. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Misronim Tor bekiti. Misronim 90-yillardagi qaynam tashqinlik jo'lasida xalqimizning hammasi degdek to'naydigan bir cho'lpon bor. U dal itoat orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan tirishchan aktyor Adil Mejid. Yahudi milleti Charles Chaplin'dan, Fransuzlar Louis de Funès'ten, Xanzu xalqi Joe Binshan, Chimpisillardan faxrlangan o'xshash, bizmo marhum qiziqchi Ahmet Umar, shundaqla yo'l bosgan o'xshash peshqadam komediya artistlarimizdan va Adil Mejiddek yosh tirishchanlarimizdan faxrlanmay turolmaymiz. Mübarek bolsun, mübarek bolsun, mübarek bolsun, ey mübarek bolsun, mübarek bolsun, mübarek bolsun, mübarek bolsun, ey mübarek bolsun. Bu atmadım, baray desem sorun tola. Nurg'un ishni tashlab etdi bugun Aysa. İlg'o'ga taqsim qilgan bilet qani? Tandır sagrab tushamisan dahitonga. Ajab pishgan eti qurliq istakanda, sarang bo'lib aqsu avat pusturpanda, xizmetinga tayyor bugun at uloqla, Rajab degan so'raydigan to'pqinba. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. İçinde şirin püskürdüm. Şimdi bir çıkış buldum. Sırıdım, efendim kaptı. Her git çok umuğa kondum. Can buluttu onu yanıma. Mulluzaydım yaptan tahammu. Sale çapkan bulu darava. Hatta hissammu. Yigit beşi ulup efendim. Verdi bizge ömürgü sallar. Benden dişe canlı korudar. Sizsiz tamam meşretsiz hayat. Yigit beşi 30 oğuldan. Dinlep kaldı sen beni dinlep. Canlı canla ulaylı dostlar. Akıl bilen külsün gelecek. Canlı canla ulaylı dostlar. Akıl bilen ulaylı dostlar. Canlı canla ulaylı dostlar. Akıl bilen ulaylı dostlar. Yumurayma. Yok, tiling chiqira. Apangni
teşvik etmemin. Apamni teşvik, apamni teşvik bo'lsaqlaysiz ben. Kuba. Bir daha okul unutma kuba. Biz bazaga baganda, vay baganda, yeydim hep bir ses. Ayarım. To'xta. Madrama. Balamning chechiniga olib qo'ysa, chiqib kirib ozroq ishlayapti. Kirib pul to'laytma bulanda. Balam xap qilma bulanda. Madadash var çiçeğin aptaplı da. Abdum balama. Baklar sen çıktırayım. Hey! Bu benim balam tutsa. Bu bala kichigidilla rasmsiz chiqamliq. Ben onu keyin obdan tarbiyalayman. Köyüşmegen yar emas. Söyüşkenler har emas. Dostlar bilen olturup meyişmegen er emas. Badam dufan Gözümün gövheri canım huzuril haram dufan Badam günü yetiştirgen pilakarga Adil Mecid o'ziga xos uslub yaratgan, sahnalarni avvatlaştırgan, etot janri orqali unutilishga yuzlangan teatrni xalqimizning esiga selishga bir kishilik to'kisini qo'shgan atoqli teatr san'atkorlarimizdan biri. Biz bu san programmamizda mana shu xalqimizning qizg'in alqishiga erishib kelayotgan ko'ldirga cho'lpini Adil Mecid bilan suhbat etmoqchimiz. Müslüman devletlerden de ayollarının sahneye çıkışını biraz çekleydi endi. Qarsan buljumal so'ngida ko'rdi ko'zim. Ko'rib, kulib, tirqib, hammani qilib, arqadan qot. Buni davomli deydiganim O'zbekning yaxshi, Qozog'istonning yaxshi, Turkiyaning yaxshi, Amerikaning yaxshi deb haqnikin yaxshi davrimiz. Bizning yaxshi artistlar bor. Bulaydi chog'da. Kechib ketdim, qayta juma deydi. O'shunchada o'ynasak, nero azizlar biz qarab turib deydi. Qiliq istaganini ishlashmish jarayon meninkima san'at hayotimda faqat unutib ketolmaydigan bir xil xotirlar bor. Bultur maktabda kechilik o'tkazman deydi qoldi. Masalan, shunaqa Misrxonimdek to'rbekatlari taqdirda buni Uyg'ur o'zimiz tariximiz mo'l, bizim madaniyatimiz nati yuksalgan bir millat. Qarab, agar odamning shaytoni bo'lmasa, besh rahat yashaydi. Odam tug'ilgandan tortib bir mega deb tug'ilgan bu. Seni men saqlab degan bir tekst chiqsa, o bog'chini saqlab o'tirganda bo'lsin. Hozirgi bolalarning hammasi Uyg'ur tilini toz yaxshi bilmayotgan. O naqshning mazmunini harakat orqali qilishgan deb aytibdi. Boshqa millatga o'xshamaydiganimiz biz hamma o'tirib gazeta qilib bir deyishni ko'ramaymiz biz. Onun bir insan, o fakat bizim balımız boğalık için bozak olmay ona. Dadıdan ko'nglimi, o anadan bekerek kalbinde, lekin o fakat şu bilgizmeyi ödektice, bildirtmeyle. Okulunu sancıgan deysiz, vurup doğan için, oyunca. Deysiz, qayda qildimasma o. Meyli kim bilishini qat'i nazar. Meyli menden burun ustazlar olsun, meyli men Adil Mecid olayım. Ya menden keyingi her qandaq musu san'at ishlatgan xodimlar olsun, hammasi o'zining ishga tutilishi kerak. O'zining davriga mas'ul bo'lishi kerak. O'zining xalqiga mas'ul bo'lishi kerak. Suhbatimizga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Adil Mecid 1964-yili 1-oyning 3-kuni Maytag'dagi oliy injener Mecid Zahidi oilasida dunyoga kelgan. U kichigidilla san'at xumari bo'lib, xalqimizning xushchaqchaq naqshi usuliga herismanligi uning yumron qalbida cho'nqur yildiz tortgan edi. Afsus, ofatli yillar Sabiy Adilning qalbida jarohat qoldirdi. Adilning dadasi Mecid Zahidi chet elga bog'langan unsur degan qalpoq ostida hayotidan ayrildi. Apsimo turmaga tashlandi. Amdili 8 yoshga kirgan Adil aksi bilan sarsanchilik ichida kun o'tkazdi.
Ular turmushining bo'ron chapqunlarida urilib sug'ilib yurgan kunlarda apsi turmadan chiqib, yurak paralarini bag'riga bosdi. Mehribon ana Adilning musiqaga bo'lgan qizg'in havasi va uning kelajagini o'ylab, yemay-kiymay degidek iqtisod qilib, Adilga akordeon, skripka, tambur berdi. Adil Mijit vujudida jo'sh urib turgan balalik qizg'inligi bilan musiqa o'rganishga kirishib ketdi. 1975-yili Adil Mijit boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chig'ida Sobiq Shinjang san'at maktabiga imtihon berib o'tdi. Ammo chet elga bog'langan unsurning bolasi deb qabul qilinmadi. Bu kuchli zarba Adil Mijitning vujudida yana jarohat paydo qildi. Lekin uning qalbidagi san'at ishtiyoqini yo'qotib etolmadi. U 1980-yili to'liq o'rta maktabni bitirib, neftlikda ishchi va qarmay san'at o'migida artist bo'ldi. 1982-yili uning hayotida zo'r o'zgarish bo'lib, shu yili Markaziy teatr institutining aktyorlik kasbiga qabul qilindi. Teatr san'atining boshiga bo'lgan bu oliy bilim yurtida u har xil qiyinchiliklarni yengib, tashnalik bilan tirishib o'rgandi. 1986-yili 7-oyda maktabni bitirib, Shinjang opera teatrida artist bo'ldi. 1999-yili 5-oyda Qirliq Istakan nomli televiziya teatrida tomoshabinlar bilan yuz ko'rishib, jamiyatda nihoyat zo'r ta'sir qo'zg'adi. Adil Mijit hozirgacha 30 dan ortiq opera va drama, 15 dan ortiq kino televiziya teatrlarida muhim obrazlarni yaratib, ba'zi asarlari davlatlik madaniyat mukofotiga erishdi. Bundan boshqa Adil Mijit ilgari keyin bo'lib 3 qismli televiziya teatri Osiyodagi ko'langu, Shanxay kino studiyasi ishlagan hikoya film 3-ar, 9 qismli televiziya teatri Timtas Kogum, 2 qismli televiziya teatri O'tal Mehri. Bu kishini tanimsiz. Qirliq Istakan qatorliq filmlarda har xil kechirmishga ega personajlarning obrazini intayin chin va ta'sirli yaratib, nihoyat tezla xalqqa tanilgan. Jami 180 dan ortiq etudlarni o'ynab chiqib, har xil obrazlarni yaratib, Shinjongdagi etud musobaqalarida 1-darajalik mukofotga, davlatlik etud musobaqalarida 2-darajalik mukofotga erishib, Shinjong tarixidagi davlatlik cho'ng kasbiy etud musobaqalariga qatnashamaslikdek bo'shliqni to'ldirdi. U hozir davlatlik 1-darajalik artist, Jungo teatrchilar jamiyatining a'zosi, Shinjong teatrchilar jamiyatining muavin raisi, Shinjong yoshlar birlashmasining doimiy a'zosi. Adil Mijitning 1997-yili 1-qatim Adil Mijit etud kechiligi o'tkazilgan. Texi uning dag'dug'isi tinjimay turibla 2009-yili Adil Mijit etud kechiligi yana vujudga keldi. Biz uning kelgusida texmi zo'r natijalarni qo'lga keltirishiga, xalqimizga mo'l kulga ato qilishiga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Bu son programmamizni Qizilto'ga Biopant texnika taraqqiyot shirkati alohida qo'llagan. Assalomu alaykum Adil aka. Va alaykum assalom. Aldi bilan sizga qimmatli vaqtingizni ajratib, Misraning to'rbekitimizning bugungi programmamizga qatnashib berganligingiz uchun barcha xizmatchilarimdan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun Misraning to'rbekitining taklif bilan bu kelib bu ziyoratni qabul qilganligimdan to'liq xursand bo'ldim. Mush munosabat bilan Misraning to'rbekitini qo'llayotgan, uning yuksalishi uchun chin yurtidan ilhom berib, yordam bo'layotgan barliq aziz qarindoshlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Ham shuningdek, yetib kelish oldida turayotgan Ramzonlarga qutlug, ro'zitinglarga muborak bo'lsin. Hammamizga ma'lum Adil aka, siz shu nurg'ulg'an etudlarni ro'ylab xalqimiz to'linib keldingiz, shundaqla kunlik chulpiniga aylandingiz. Unda bo'lsa, oldindan sizdan so'rab boqqan bo'lsam, sizningki shu etud artisti, ya'ni teatr artisti bo'lish sizning kichigingizga orzuyingizmi? Shundaq. Kichkinga orzuyim bir san'atkor bo'lish. Bu vaqtlarda men bir danglik san'atkor bo'laman yoki bir chulpan bo'laman degandek unda xiyollar yo'q. Kichkinda qiziqdim. Benim o Shinjong televiziya stansiyasi bir qitim ziyorat qildim. Mening opam shu gapni deb turdi. Adil shu 4 yosh o'tgan. Bilim sen cho'ng'asan chiqilsan, deb jalaman deb. Shuni men uqmaganman. Opam degan turib shu gapni degan bo'g'aydim. Deb qoldim.
Rost deganda men topchilardim kichik vaqtimda. Birinchi bu qavat bog'larida boshlang'ich esimda bor sinfdagi savodashlar uslub topchib turgan. Shuni anam bildigan necha vaqtimda. Demak, shu vaqtdagi endi arzum shunday ekan. Keyin cho'ng bo'lgandan keyin mening dadamni endi Adil Mirzaydi, dadamning to'liq ismi. Cho'nglar deydi. Dadam ajab doğraganda. Qo'yma dadamni doğrayamadim. Men dadam Netipning bir kadri injenerdi. Ben sanatkor qo'limsam, voy, janob dadam sanatchiri va nima ish qilsam, qiziq yiqildigan deydi. Men yig'illardim, mana universitet, zerikishlik yig'inashma ekanda, biz dadam yomon gap, qiziq odam dedi. Demak, endi shuni qaraganda, bu qanday bo'lishi mumkin? Yani onundan boshqa o'zining qiziqarligi bilan keyingi xalqning tarbiyalashi, hukumatning tarbiyalashi, xalqning qo'llashi bilan ham shuningdek ota-onamnikini bekib cho'ng qilib mush sohada sharoitlarni hozirlab bergan. Shuningdek eng muhimi o'zimning tirikchiligimdan ayirib qaragan olmaydi. Shuningdek tadricim shunaqa xizmatlarning yig'indisi bilan natija hosil bo'lib qoldi. Siz yumoristikdan gap qilib qoldingiz. Hammamizga ma'lum, haqiqatan siz o'zingizga yumoristik qiyofat bilan sahnalaringizni nurg'ulg'an kulgini ato qilib kelyapsiz. Undaq bo'lsa, yana sizdan so'rab baqsam, turmushdimi shunday yumoristikmisiz? Umum yüzlük aytganda ko'pincha odamlar sahnadagi qiyofatingiz bilan odatdagi qiyofatingiz o'xshamaydi ekanda. Unda emasmikan deb ancha endi qarab qo'yman o'g'irlab. Qarasam, demisam bir faqat yumoristik chiroy yo'q menda. Va endi qaramda jiddiy qaramdim ya. Shu nurg'ul rasnat edi. Lekin ba'zilar bunda qiziq turmushda qiziq dedi. Amaliyotda ras shunda qiziqmikimi deb o'ylayman. Odat mening bolam, bir qizim, bir o'g'lim bor, ayolim. Bir o'ylada ya bir yangi kiyimdan kiysak. Ya ko'msa, kech uxlayotgan dej ko'rayotgan mezgillarda, yoki hech bayramda bir ishlar yakimda o'ynagan chiqqanlarda bir xil tabiiyla, bir xil o'ylaylik bir o'rlashtirgan itot o'ynayotgandek qiziq ishlarni qilib ketamiz. Shunda men boshlab rol o'ynayman. Meni ayolim qiziq. Bizning qurollarda bizning savodashlarimiz bor, bizning jiyan qurolida nurolgan san'atkorlar bor. Meni ayolim bilan ancha choy o'ynaydi, mehmondochiliklar bordi. O'ng'sabda Gülbek'im kendisi fakat kızılmaydı soran demiş. Durmaç ersler oturup. Bu yüzden şunda kızıkmazsam bizim sağdaşlıdaydı. Gülbek'im kızım. Ameliyat rast. Yumoristikimiz var ayalım. Öyle de ayalım köpünce oyunun hizmetleri buldu. Cefalık işlerini bekerek zimnisiken şu ayalım algan. Ben de işlerini taladı kılıp verip çarçap kırma adette köpünce Allah'da. Şunu adıma mening bir alayligim, mening Nijat Niyoz savodi shundaki bir ma'nodan gap shunda. Men davomli meni xo'shdan Nijatchi. Qanday itot o'ynasam, kitobni ko'rib bo'lgandan keyin bir shunday yasinaman. Bu kiyimlarni bir yerlarni tepib akilib, yasinib, mush obraz shu deb bo'lgandan keyin chaqirdim Nijatni. Yoki bo'lmasa Abdullani, yoki bo'lmasa savodoshlarim bor. Men kimga o'xshatmasam kulib tilib qoldilar. Voy sen paloniga pistoniga yomchi bo'lsa, nimani o'ynamoqchi? Sen nima ish qilib bo'ladi? Cho'qin bir ish vojimi dedi. Böyle bir shakllantirib o obrazni. Anondan keyin ayolim bilan ikki balonni tasdiqlab, birinchi tasdiqlandi. Shularni qanashmadi bu desa, yana bekerak izlanaman. Ular kulib ketgan, birinchi o'tkazdim. Deyman, taxmin izlanib, anondan artistlar bilan birga bo'lgan hamkorlik jarayonida taxminni ko'paytirib taraqqiy qildirib qilamiz. Chunki qarshi tarafdagi artistlarni ularning o'zining fikr xiyoli bor. Ular to'liqlaydi biz. Bir-birimizni to'liqlaymiz. Demak, endi sizning bu gapni chetlab ketdik. Oiladimi? Mushtaq bir ishning boshlanishida shunaqa bir qiziqishlar bo'ladi. Urug'larim bilan bir o'rtog'ni savodashlar o'rtog'ida menga qilma uni kuladi. Menga qilma uni kuladi. Ben de öyle baksam bu kıskanlık yakınmağındaki turma lekin özüm bilemekemende şunu karanda apamın külüp tuttu bezaklarda. Kızık yakılsı balam dedi. Kızık yakılsı dedi. Apam kızık yakılsı dedi. Nerede kızık yakıldı ben de. Bunu öyle kalıp şunu karanda benim gitmemlik özüm bilinmeye kalkanda çünkü bu kesini kuatkanım benim 30 yıl bak kolaydı da. Tola işte peleğe vergendik ki geplerimizdeki kızık
qiziqarli taraflar ko'payib ketgan. Tabiiylik deb, aniki unukilik adabiyligi kuchlanib, aniki unuqa o'qitish, buningdagi o'xshash so'zlar, aniki ba'zan anglagan terminlar yoki ko'rgan hikoyalarni qo'shilib deyilgandan keyin menga o'zimlikdan davatganda boshqalarga shunday qiziq anglab anglada kulib qiziq qilishadi. Yo'q, bunga qilmadim, nima qiziq qildim deyman. Menimcha, men buningda demoqchi bo'lganimiz bir odamning tabiiy qiziqchiligi u muqarrar bo'ladi. Masalan, mening biladiganim Yo'ldosh Xinikan Qashqardagi bizningki komediya Parmezvandi. Amtumarkan bizningki danglik komediya artistlarimiz. Aysan Yusufkan. Bizning bir qiziq komediya artistlarimiz o'tgan. Nuriz efendim bilan qiziq qilgan. Tavba, çok qiziq qildi. O'shan og'iz qirib o'tirib bundan. Men shularni og'ziga qaragan. Ular shunday tabiiy o'tirib gapirdi. Masalan, shunday oddiy gaplarni qismi shunday qilib humoristik anlandi. Lekin qo'rqib ketamas ularni da'vatqin. Bir hikoyalarni, klassik bir tarixlarni bir asar da'vatqanda kichikina bir gapni, masalan, maqtaqdan bir ish qilib qara. Shu eshikni nima qandib, oddiy bir gapni qismi roman anlaganda anglaydi. Kulib ketadi. Shu bir kichikina narsani tutulib, oddiy bir narsa so'zlab qolmasam, mushning uchun terminlar terib, buni aloydiligi, buni qiziqarli taraflarini so'zlab, aloyd bir qilib odamni anglaydigan o'ziga jalb qilarlikni kuchli. Men shularni shunday ko'rgan. Endi u ustozlar tugab ketgan mesela. Endi bizmi bir-bir tadrijiy cho'nglatimiz. Endi biz ustozlarniki tarbiyasi bo'lg'achqa biz endi bundan keyin bizning shogirdlarimizga, bizning keyingi avlodlarga nisbatan ayni zamonda men shularni gapini olib kulgandek, hozir yoshlar biznikini olib kulganda deb qarayman. Undan so'adlaga sizniki ito'tingizga o'tib ketsak, sizniki shu ito't o'rnash jarayonida o'rnashdan burun bir ito't qilib bir rol ol degan vaziyat chiqib qolsa sizga shu ito't o'rnash jarayonida men maron olatdim yoki bundaq rol olaman deb tanlash imkoniyatingiz bormi, tanlab chiqamsiz? Endi meni tanlash sharoitim bor bo'lmasa, imkoniyatim bor. Masalan, men o'qiyotgan jarayonda ular deydi, Adil qanday ekan, qanday qilsa qildi deydi. Men shu rol taqsimot qilganda alohida ko'ngil bildim. Faqat ezib tezib tushmagan bir odamga bir rolni berib qo'ymayman. Shaxsan mening ayolim bu sanatkor. Sana hayronlar bo'lishi mumkin. Masalan, G'arib Sanamning filmida arz qilaman, biron filmlar chiqdi. Bir itotlarni men hozir mening hisoblashimda 8-10 itotlarni o'ynab bo'ldim. Ammo uning uchun chuqur shuni beraman. Uning tushunsam kechirgil deydi. Masalan, bu qitim 2009-yilgi mening itot kechiligimda bir yegim chiqmadi. Shunday. Ko'ngli kelgandek bo'ldi. Xafamaysan dedi. Bu san'atmi bu? İkimizin uydaki mal-mülk olgan bolsa, melite tang o'tirib bilib yavasak. San'atga chaqchaq soqmaydi. Buni tushmaysa amal. Masalan, men oltinni zagar soqsonga etotmaydim. Men rejak chep chiqdim. O'sha qari dab chep chiqdi. Ablikin kelkin ne chep chiqdi. Dilshod Raydin chang chep chiqdi. Dilshod Raydin muqam ansambl ishlaydi. Bizim teatrda 170 teatr artisti var. Old Qarar Markaziy teatr institutini pütaygan bolalar var. San'at maktabi pütaygan bolalar ko'rman. Hammasini ko'ngil qildi. Nimish qobiliyat bizga bermaydi birovni dedi. Xafa bo'lmaysiz. Sen qilamaysiz shuni. Men Dilshod Raydinni taklif etkazsam, yuzimga demagan bilan ranjidim. Bu Dilshod Raydin nimish qildi? Mesela Bikat qizlar ansamblda men Serik Umatga Mehmetcanni taklif qilib keldim. Biz başımız köyüne giyip usulü oynadık. Neymiş ki Mehmetcan'a teklif kılsan dedi. Şu rolünü Mehmetcan oynayalaydı. Az öyle bakın. Şu Mehmetcan'ın rolünü kim oynayalaydı? Oynuş mümkün. Lakin Mehmetcan'da kalmıştıramaydı. Şu Çangçağ'ın rolünü Dilshod Raydin'in mi yaxşı oynuş mümkün ama Dilshod Raydin'dek ancak vay yetkizemeydi. Demek ben mi özellikle talaş imkaniyetim var. Ama ben herkes ezip tezip düşmüyor olup isilmeyin.
o'zingiz yoqtirmaydigan rolga chiqib baqqan etadimi bormi? O'zim yoqtirmaydigan rolga chiqib baqqan desangiz, masalan, ma rolga chiqmaydim deb bir ikkinchi bilan chiqib qolgan. Baba. O ba. Endi aslida bildikan qarang, bizmi men nurg'un davlatlarga chiqdim, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistonga berib, Turkiyaga bordim, yana teatrlarni ko'rdim. Arab davlatlariga chiqdim. Bularda bir xil san'atning cheki yo'q-ku bularda. Fakat chek tatmaydi. Ular ko'pinchalarda erlar ayolning roliga chiqadi. Men turib, sizlar ayollar yo'qmi deb so'rag'ayotimda desam, endi musulmon davlatlarda hamda ayollarning sahnaga chiqishini biroz cheklaydi ekan. Shu vajidan ayollar sizlar chiqmanglar degandek ayol rolini eraldi ketdi. Deb onu to'g'ri tushundim. Chunki u musulmon davlatda ayollarning arqalaridan chiqib bu sahnada qilishni tez yoqtirib ketmaydi. Ama san'atni yaxshi ko'rdik. Shundan erlar ayol chiqdi. Bu birinchi ish ekan. Ikkinchisi qiziq chiqirgancha bu kichik bolaning qilsa yarashganda qarab turib yo'g'on bir ayolni doğrasa birisi tomoshabin biladi uning aytishligini. Bilib turib yana ko'rdichi bu tomoshabin degan. Ko'rib bo'lgandan keyin böyle aşırı besimi işim bo'lmaydi. Ras ayol chiqib aşırı besse onu qabul qilmaydi. Qulub tetiqsiz qoldi. Erlar chiqib buni aşırı besse qiziqarib turdi. Masalan men Juvajini orolga chiqdim. Meni savoqchim Guljimal so'ngqin orolga chiqdi. Mush rolni men taqsim qildim. Mush Juvajin shu sharq g'arb sayat yana o'ynaymiz desam, "Nemishqa buni o'ylashib qoldinglar?" deb mening biroq boshlig'im "Nima qanday narsa bu?" dedi. "Ya qanday narsakini biz kun o'ynagan qo'ymamsiz." Hatta meni boshliqlarimiz bilmaydi meni nima qilganini. Bunda boshliqlarimizning barcha biz o'ynaylik qarapaqanda. So'ng kuni 12 o'ynaydi dedi. Shaxsan turg'un tushirgan. Jubajini men o'ynayman. Yana birisini bir o'yin. So'ng kuni dedi. Oyoq o'ylaydi, oyoq o'ylaydi. Kulchamak o'yinchilar kelsa, butun idora kirib, qarab keliblar. Chaqirmagana. Qanday so'ng kuni Guljamalni dedi. Guljamalni shunday qilsam, "Va bu degan so'ng kuni tursa, va so'ng kuni aksiya demoqchi emasman dedi." Elimi şu, bu bir san'at. Eğer men ras so'ngqoni o'zini yoritish uchun agar o'zini o'ynatsam, men zaytondan edemek etsem bildim. Bir sekmesi 10 mollaq atadigan resmi uni bu kichkina bir itot san'at bo'lsa buni qanday isbotlayman? Qarsam Guljimal so'ngqida ko'rdik o'zi. U chaqanqa qildi. Nega shu? Chaqqan u. Bizim yerda taqdi qilsa oyoq ketib qolgan. Bizdan qolsa oyoq ketib qolgan. Özüm tezçi Guljimal'ın hareketleriyle bir xil qarsam Guljimal ko'zim so'ngqinda ko'rindi. Guljimal samakинada "Canım sağ ol, sen bir vazifa var, demasam, sen so'ngqin chiqmasin" deb tilib qoldi. Ay bag'adi. Shuna bo'ladi. Unda qilsam bo'lmaydi. To'xtab turib. Shuni Nijat Niyozini taklif qilib kelib, meni chaqirdi kelib, "Adaysan" dedi. Ayollarning so'ngqin rolini basam, ay bag'adi. Ras desam biz bir tip savdoshda bu kesib kelganda sol ko'zimda qaramaydigan vaqtim bildi-ku. Cho'qim adil bir narsa qotadi dedi. Shundan aytdim. Qildi. Top 7 yil o'ynab bizashni ashitotni. Butun Şinjan'da o'yinimga yaqinmay 2004-yil mamlakatlik 4-navbatlik Jungo itot musobaqasiga berib mamlakatda 2-yilga kelib keldi ashitotni. Men bir neçimiz çıkamaylık birkaç kızla ansambılda şunu oynayıp çıktım. Şu vaqtlarda bu ameliyatda Özbekistan'ın bu eseri. Bunu devamlı deydiğim Özbek'nin yaxşı, Kazakistan'ın yaxşı, Türkiye'nin yaxşı, Amerika'nın yaxşı deb haqnikin yaxşı devrimiz. Bizning yaxşı, bizning yaxşı artistlar var. Haqlalanlar biz qilalamda, qilamamda. Yani o'xshash bir masalani o'tirib men tajriba berib baktım. Ameliyatda bizning birkaç kızla ansambl deganimiz biz Özbeklarni yaxşı o'ynayotgan. Eğer bo'lmasa siz o'zingiz ko'rib bakın, bozorda bor. Biz uni adım aşırı etken. Demek biz şunu xolamagan.
lavlarni surib, qo'shiqlarni itib, halqlarni, ko'ylakni kiyib o'ynasak, biz o'ylab vijdon degan bizdan bor. Ammo biz xalq uchun xizmat qilyapmiz. Biz san'atni yaratyapmiz. Biz qo'tatir obraz yaratamiz. U Odilmij emas. U yoki Mehmetjon emas. Bu ma'lum bir obraz yaratdi. Men qo'tatir 2-3 ya bir to'g'ri chiqqan ba'zan bir bizim qarindoshlarimiz yoki bir maqola yozib e'lon qilib qo'ygan, ko'cha tutib yaqqan 2-3 100-200 odamni deb men 10 million Uyg'ur uchun xizmat qilmamdan. Mayli, odamlikka taraqqiy qilish yo'lida nurg'un nuqsonlar bo'ladi. Nurg'un to'sqinliklar bo'ldi. Men bu bir qism tushunmaydigan odamlarni asos qilandim, oldi qarab taraqqiy qilgan odamlarni asos qilandim. Men o'zimni shu tushuna oladigan ilmiy asosi kuchli, saviyasi bor, ilg'or deb qaralgan o'zimning Uyg'ur millatim uchun xizmat qila olsam, qolganlarga aldirmay tushuntirasam bo'ladi. Men endi eng keyinda qolgan, hech o'qimaydigan Uyg'urni tushuntirish uchun men buni hayotimda qisqa qildim. Men uni tushuntirib olmayman. Men boshqa tushundigan odamga tushuntirishim kerak-ku buni. Anandan keyin men tushundiramay bu olamni kelsam, men odam anani tushuntirib qo'yib bo'lar-ku. To'g'ri. Endi demakchi o'g'lim, menimi o'ynamasam bu degan roldarim bor. Lekin yo'q, qat'iy o'ynayman. Agar menga ehtiyojli bo'lgan, rejissor shuni bergan yoki bo'lmasam shunaqa bir vaziyatga qolgan, men uni qanday o'ynayman, qanday hisob o'ynayman degan narsa muhim bir masalada o'tirib qo'yib turib, uni tadqiq qilib berib, ana keyin o'ynayman. O'ynagan chog'da mayli bir ishkidan birin degan bilan umumiy odamlar ko'ra yaxshiroq. Meningki bu hayotimda, mening bu xizmatimda qilsam bo'ldi deganda qilolmaydigan, qilmasam bo'ldi degan narsani qilib qoladigan bu narsalar aytdim. Qirg'iziston filmida o'zingiz Abdulberni rolini deb shunday yaxshi yaratdingiz. Unda o'sma shu rolni jarayonda bu odatga rol emas-ku. Qaysi jihatdan qiynaldingiz, balki xilli qiynalgansiz? Ham qiynaldik deganimiz menimcha cho'q qiyinchilik emas. Chin ishlaganda bir narsa yaxshi chiquvchi. Masalan, bir tomoqni oldingiz tayyorlagan tomoqni ta'mini qilmay yeydigan odamlar bor. Yemegan bo'g'aytim deb qoldi. Buni nati mazza qilib turib, shu har bir jutum ashni 18 qitimdan chaynab tamchib yesa umr tatli narsa. Bu bizim kasbimiz shunda. Buni nati astarlik qilmasak qanaqmaydi. Deganligini yaxshi qilmaydi. Bu bizim bu kasbga degan gap oqmaydi. Bu xalq bekyaman deyman. Herkes xalqning ko'zida jumib o'tayotgan deganim men. Bo'libmi hozir? Mo'jda qushlar tez qushqanday taraqqiy qilayotgan, odamniki safasi o'sib, odamning saviyasini palliga bo'lgan 21-asrda men bir odamning oldidan gap qilmay o'tayotgan degan gapni o'zi yolg'on gap bu. Shuning uchun har bir o'tgandan qanday o'tish kerak deganda haqiqiy samimiy chinlik bilan o'tib ketmasa yolg'on gap o'tganim men. Qirg'izistonda shunday. Qirg'izistonda o'tib ishtiquni. İşte amal masoğandan keyin spirt olib ketib bizni amal hal qilaringizga nörün adashdik. Nör kasalliklar doktorasi bor. Oqson nör kasalliklar doktorasi bor. Qo'rqinchli bu. O nör kasalliklar degan holat kelgandan boshqa har qanday qo'shtirmaydi ekan. Bizni bog'lab qo'yib osmoqli o'rotib madem bo'ldi desam, oqshom birisini bisib, birisi bisibdi, men o'tiribdimda. O'tiribgan biz qo'pib buni yeyapti. Buni bilan bir qulog'ini yeyapti. Ana bir ko'zga qo'lib nim topgan. Shunda qo'rqinish qildi. Bu endi sot yo'q-ku ularga. Uqmagan. Ana u daraqa balo qilib osmoqli. Do qarsadan bo'lsa qo'rqis keldi. Biz mishnaqatimla ular o'ynamoqchimi deb o'ylab qoldim. Aqllarni ko'z qo'ygan. Ular u kunlardan aqllar. Shunlar biz endi shunday qadam o'ynamoqchi bo'lamiz. Biz bir o'yga kelib qo'ydik. Qaraymiz, biz qo'ygan ekan. Shuni bilan budlib o'tiramiz, yeyasam deb. Men bir choyni muzlatib beraman. Ishmashdim deb bersam ma'qul deb. Gapni qo'ydi. Ma'qul dedi.
Qanday qilib dedim. Da, so'rasam musulmonda huquqni tushunasam huquqni dedim. Qancha ishqilsam bir ish qiladi. Yo'q dedim. Qilasam Shu ko'rinish bor to'g'ri. unutib qolibdim men uni berib kelibdi. O'zimizniki buni qilib 2 soatga qolsam yonib turdi. To'xtadimiz to'xtamay ekanda. Demak shu to'rimiz buzilib qolganda ularning. Men 4 qitim qildim. Muzildi. Demak to'xta demaysiz. Uni demak nur ozlashganda mushaq bo'ldi ekanda. Deb shundan uni ko'rdik. Beshinchida saqiqalar yo'qmasam, ba'dada bir parangiz baksam, bitam saqiq odam edi. Biz bilan paranglashgan ma'lum bir yerdan kelganmiz. Toz tushdi. Bottab talada o'tirib parangiz bo'y yaxshi ko'ramiz deb muallimga o'zi keyin turmushlarda men parangiz o'ynab qoldik. Bundan keyin bag'amni ko'rsanglar deb ularni yezish buni qilib bulaydigan chog'da kechib ketman qayta juma deydi. Ama qildidan ketdi. Astagfirullah. Bulardan saqaymaydi keldi. Eng saqaygani shu endi. Soat 1 bo'lganda tushdi. Kechib ketdi deb kirib bordim. So'ngan Mevlan dedi. Mana misnaga biz endi shuni do'raymiz. Ahvolarni egallab qo'ygandan keyin o'ynab ketdik. Uni bir ko'rdikda. Ana ayan o'g'laymiz. Mana men endi turmushni kilidi deb o'ylaymiz. Biz bilmasak uni. Ana o'ylab shuni o'ynab kelganmiz. Shunchada o'ynasak, neri azizlar biz qarab turib sarang deydi. Meni shunday deydi sarang dedi. Ular endi meni sarang degandan keyin mana yomon emas o'ynabdim. Deb shuni o'ylab qoldik. Qiynaldi, necha kun yotdik. Uxlamadi, uxlab qolsak qancha quliqimizni yeyotdi deb quliqimizni tutib bunimizni qilib uni o qo'rqinchli ekan, u yotoq o'xshash aramda konteyner chiqib turgan shu ekan, tarang kechib uxlamagan bazali kuchli ekan. Har xil reaksiya bo'libdi. Nerdan endi ojizlashib, kasal girtar bo'lganlar bo'lgandan keyin, u bir amal yo'q uni hech qanday zarar ham shuningdimi? Mana bir qiyinchiliklarda qish, qora, endi ba'zan sharoitimiz yaxshi emas. Buni bilingan pul oz. Pul az bo'lgandan keyin qiyinchilik tortib qolamiz. Yotoqdan, tomoqdan, mashindan bir men bo'yicha 20 dan chiqib olgan, ba'zilar piyoda mangan, ba'zilar yorulib olgan. Endi bizda meningcha buni qiyinchilik desak bo'lmaydi. Agar nurg'un qiyinchiliklarni oldirib, bu qiyinchilik nima qiyinchilik endi? Meningcha qanaqa qiynalmadim. Meningcha bek xo'sh oldum. Turmush ko'rdik. Nurg'un narsani o'rganib oldik. Tövanga tushdik. Biz 40 sakan ishlash jarayonida mening yana keyingi san'at hayotimga, artistlik salohiyatimga nurg'un kuch qo'shdi deb o'ylayman. 40 sakan ishlashmish jarayon meningkima san'at hayotimda faqat unutib ketolmaydigan bir xil xotirlar bor. Deb qarayman. Siz 97-yili bir idat kechalik o'tkazdingiz. 2009-yili yana ikkinchi qatimliq idat kechalik o'tkazdingiz. San'at sohasi qadam qo'yib 2 qatimliq kechalik o'tkazdingiz-ku. Oraliqdagi vaqtmi shunday uzun. Balkim bu jarayonlarda mashq va bu jihatdan ketganda sizniki 97-yillik itoatingiz bilan boshqa qatim o'rilgan 2009-yillik itoatingizniki uslub o'rinbash marti jihatlarda qanday farqlar bor? Shu to'g'risida bir turdashlarga tushuncha bergan bo'lsangiz. Bunda zo'r farq bor. 97-yili bir idat kechaligi o'tkazdim men mening san'at hayotimdagi boshqa bosqich. Taskin bir odam san'at hayotida shunday bir yig'indini asl qilib, undan bir yakun chiqarib, san'at hayotingizni bir xulosalashning o'zi nurg'un ishlarni qilgandan keyin barpo bo'lgan emas-ku. Bu kechalik degan qaymoq degandek ishchi u. Necha 10 kilo qaymoqni qaynatsangiz, ara qo'shib qaymoq chiqqanda nurg'un ishni qilayotgan chog'da azroq natija chiqadi. Natijaning yig'indisini aytsangiz bir kechalik bo'ladi. Kechalik qildim deb qilmaydi. Men paloniyani o'qib keldim deb kechalik o'tkazdi g'alaba. Menimcha bu kechalik qilishga oldirmaslik kerak-ku. Ba'zanlar bir tonki oldi g'alaba. Buni qilmanglar deganlik emas. Odam ma'lum pishqanda
bir xil natija qozonganda anarga xulosadan bir ish bo'lmadi. Buni bir kichikgina hech kim masalan bultur maktab tayyorlik kechilik o'tkazman deydi qoldi. Bu kechilik o'tkazman demay, bir doklad o'yinimiz bo'ldi. Ustozlarga, savodashlarga, kasbdoshlarga bir xil men o'qib keldim, bitirdim, men kechilik o'rganibdiman. Qanday degandek bir doklad o'yinimiz bo'ldi. Bu mening san'at hayotimga kechiligim desa, bek baldirib qoladi. Buni ama qilmasa qoplaymiz, qilish kerak. Buningki avlodlarimiz tirishmasinmaydi. Endi kechilikni o'tkazib oldim deblar birdamda qildi va menimcha buni ba'zan san'atkorlarimizning bor pishqan vaziyatda qilolmadi debdi. Endi men 97-yilda o'tkazdim. Shu vaqtning o'zida men 97 bilan mening maktab o'qib bitgan vaqtim to'g'ri 11 yil bo'lgan vaqt. 86 bitirdim, 97 11 yil. 11 yil jarayonida men tirishdim. Nurg'un narsani o'ynadim. Biz sabr bo'lib turgan mening biroq kechiligimdan burun narsa. Shu 97-yil 90-yillardagi saviyada endi oldingi asarlik ish qo'yamdi. Gerçilik arliq azraq 10 yil farq qo'shma. Endi men oldingi asarlik ishma 20-asarlik ishlar bu. To'g'ri. Biz bu yaxshi yashapdik, 20-asrlar, 21-asrlar yashagan bo'lsak. Endi shu vaqtning o'zida mening shu kechiligimning saviyasi shu saviyatga eng yuqori saviya. Eng yuqori saviya. Ben uzun bakıya ko'mgina. Shu Şinjan televiziyasining bir 14-kanali bor ekan. Bir ochsam shu kanal paydo qilib butun san'atni ko'rgan. Yama uzun bakıya o'zini deyanchilik ko'mgina men. Bu bo'lsam shu men chiqib qo'yapman. Biroq 97-yilga kechilikni beryapti. Voy, ajab yaxshigina bu hoşup ketdim. Bunu oturup ko'rdim. Ham to'g'ri bazaylar ko'rib kulib ketdim ham dedi. Hozirgi saviyada ko'rsangizmi? Bunaqa abid to'lib qoldi ekan. Ammo hozirda qarsam shu vaqtning o'ziga silishtirganda yuqori saviya. Hozirgi saviya silishtirsangiz albatta u shunday saviyada. 20 yildan oldingi Bingshanlar hozir Bingshanga o'xshamaydi, taraqqiyot shu misol oddiy bir o'yda ishilib turgan narsa. 20 yıl aldığı Latte cepheyde etti, hazır yana Mercedes'e deydi, uçmaydı onun. Ama şu seviyede, şu ne kadar İtut keçiligi qanday bo'ladi deydi çoxlar. Hatta mening idorami teatr o'mak turib, İtut keçiligi qanday bo'ladi deydiganlar bor. Munda bo'ladi dedim. Ko'da, munda bo'ldi ekan. Munda qis bo'ldi ekan dedi. Xo'sh, ketdi. Bu faqat shu mening shuningda burungi san'at hayotimning jirinisi. Endi uni qiyin qilishim kerak. Shuninglarda men adimizdan qilgan, men adimizda jiramdim. Yo'q, tirishdik. Bu jarayonda endi nurg'un ishlar bo'ldi. Masalan, o'zimning turmushimda ishlar bo'lishi mumkin. Masalan, yoki ayolim yangigan bo'lishi mumkin. Ondan keyin yamsa u tuqqanlar bizning uylarimizda bir tuqqan musibat ishlari yo'qolib ketdi. Bazaqlardan bizning qoida usulimiz bo'yicha yaqin tuqqanlarni o'tkazib, siz sani chiqarsa bo'lmaydi ekan, biz 100 kelmaymiz. To'xtab majlis o'tkazmaymiz. Majlis Abdulla qildi, Abdulla qarshimiz. Yana bir yil qo'pab güzellar qildi, uning qarshimiz. Ana kim qo'pab xayrgilar kechilik qildi. Bo'lmaganlarni qilmam qilmam deb uning xayrgildan aql men qilaman degan sektorda mushtaq har xil endi boshqa ishlarning sababidan usulib qoldi. Bu bir sabab. Endi sabab ko'rsasak bo'lmaydi. Endi ancha-muncha tirishmagan vaqtlarimiz bo'lishi mumkin. O'zimizni qo'yib ama izchil turda men 5 yil 96 bo'lgansam 4-5 yil tayyor qildim. 2003dan boshlab tayyor ko'rganman. Qilaman deb. Qanday qilish kerak? Nurg'un masala. Qanday qilish kerak? Anikin O'zbekistonga bordim. Qozog'istonga bordim. Asarlarni chiqdim. Ularnikini ko'rish kerak. Biz burungi Şinjandagi xalqlarning hammasini razi bo'lib bo'ladi dedik. Hozir keyin qarsak bo'libmi yomon tez taraqqiyot qilib ketdi hozir. Bizning idotlarimizni dunyoning har qaysi yerlarida to'g'ri chiqib ko'ralaydigan darajaga keldi. Masalan, shunaqa Misr hanimdek to'r bekatlari taqdirda buni
Bular biz uchun xizmat qildi. Dunyo xalqi bulardan huzurlandi. To'xta. Bu bizning doiramiz taqriban ketibdi. Nata burimish Şinjanga ketib uchunlar xizmat qilaman deblar. Onamlar qilib, mishlarni aldab saldab birim qilaman yoki mishlarni qayliqsam bo'ldi deydim. Hozir xalqaro aralashib ketgan ekan. Bizning yukimiz texnik yig'irlashdi. Bu bizim texnik yig'ir bo'ldi. Shuni bilan to'xtatdim. Deb shuni bilan buni izlandim. Men de burada xalqaro saviyaga chiqib o'ynay degan bilan O'zbekistonga bordim. Men bir kechilik uchun. Nima qilib O'zbekistonga boramiz endi bu yoki O'zbekistonda bizning itotniki yoki buliqi yoki o biz nomenkildigan bir yer emas o. Bu savolni qo'ydim. Nima qilganchada biz O'zbekistonda nimani o'rganib kelasiz deganda yuqori texnik o'rganib kelamiz. İstifadalashni o'rganib kelamiz. Qo'llanmani o'rganib kelamiz. Lekin uni o'z aynaka o'ynab qo'ysa qabul qilmaydi. Uyg'ur o'zimiz tariximiz mo'l, bizim o medeniyetimiz belki yükselgen bir millet. Qarab akib texnikini qilsak biz qabul qilamiz. Biz ham ashlaman yuqori texnikasini akib o'zimizga qanday yug'urimiz. O'zimizga qanday ishlaymiz degan ularni ko'rib keldim. Nima qilganim Qozog'iston, O'zbekistonlarning saviyasi bizning bir qadar yuqori bo'ldi degan joyda bizning teatr shu Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kirgan bizga. Biz shular inqilobni tortib burungi zamonlarda o'ynagan shu Öğretmenlerine şu 38-20 oynagan birinci kısım oynagan mezgillerde şu Rusya'dan Volga Traktör şulardan birine oynayıp kelgan vaqtlar. Stanislavski'nin bizdeki tiyatrodan parayamdı. Şu adam Rus, şu adamlar bütün kadiyusularını yazgan bununla. Bu Özbekistan, Kırgızistan'daki nurg'un sanatkarlar Moskvada o'qigan. Bizim Beijing Tiyatro İnstitutu okuyandı. Bizim Beijing Tiyatro İnstitutu'daki muallimlerimiz nerede okuyan? Moskva'da okuyan. Jüksürüp ekesemiz bir dağdan baldır da biz. Ügengen talimatımızdan bulup bir. Aşağıda yıkıp gelgen suda bu. Toxta. Şununla barımız. Biz ularını çoğun bilip gitip bağmayız. Ular bizden 4 gün olsun burun ügengen. Ular badem birlarla görüştüm. Bəzən əslində yazdırıb gəldim. Qimmatga ularning azroq bir baland mandullar deydigan. Abaqlar dedim. Bəzən ularni qanday ifodalasham. Endi burun 97 itot kechilik o'tkazganda bir itot o'ynatdik. Bular adil mujahid majlisda to'lqinda bo'lgan. Ajoyib usta bu. Yaxshi bu. Adil karamat yaxshi. Bu da itot men taqim o'ynadi. Bu da itot sen taqim. Böyle addi. Biz hem de şunçılık kılalığımızı hoş. Demiş ki diyen kıla aldık ya biz ne to. Mişine kıhana deyip kılıcılarında bakkan. Adam bir iş kıla alsınlar. Kim? O şunçılık çıkandım. Kaşını. Ben kıgan boğuttum ben. Acaba manımda kıymat gelmedi gibi. Hem de adamın seviyesi özgen sıra. Yeşinin çoğun boğan sıra. Buradan küçük vaxtlarda kıga işlerim numuz kıgan dek. Akvat karşımız küçük çağılıp kaldı. Bu da ten külemde oynaştık. Ne hatta bunun için hazır 2011 olsa 2015 yılı için mi yargıdayk. Şu vaxtda mı modadan kalmadı derece birim oynayayım da yıkızınıp gittim. Hatta bizim tiyatrodaki bütün rejissor Şinjan'daki barlık yazgıcı bir tiyatrını bıraklı gelip algan ben. Benim itotimning içinde 8 rejissor var. 10 net yazgıcı var. Şinjan'da ben yazgıcıyım, itot yazılgan. Ben rejissor deganning hech qaysi ishini chiqartmadim, ishini taqildim. Meni qilamiz deb. Chunki men yolg'iz qilolmayman deb. Teatr san'ati degan bu umumli san'at. Bir odamni kutmaydi. Shuning bilan buni bilan yezish, ifodalash, ana kim tordashlar tordi ko'rib baqsin bo'ldi. Meni 2009 yılda etkizgen keçirgimden 8 yıl görüp bakın. Bir sekinin özü neçüzün koydu. Bunun da ahirki LED de buydan nazar İngilizce akıl oldu. Şunundaki çıkartkan vakalikler beni oynatan vakalikini birleştiriş. Usulcularının hareketiyle beni itaatından mezunu birleştiriş. İfade şerende, yeziş şerende kandak yazımız.
odam hayotida o'zining shaytoni bilan kurash qilib o'ylab ketdi. Odam bek erik turishi. Agar odamning shaytoni bo'lmasa, bek rahat yashaydi. Odam tug'ilgandan tortib birim yega deb tug'ilgan bu. Tug'ilgan ekanlar. Cho'ng bo'ladi. Endi qilaymi qilmaymi? Mehmetcan o'tib ko'rishmaydi. Ikki shayton akirashmaydi. Avval siqsa, o'tib ketadi endi qildi. Ya ko'rishib qo'yjman men. Satomishni deb ko'rsa, hay ket bo'ldi dedi. Odam bo'shda qilg'uchi kichikgina bir narsa so'zlatmoqqa biladimda o'tib ketgan. Odam shayton kurash qilib yurishadi. Yo'llar tarafida va japatat azroq bo'lsin. Yo'q, sattul ko'rishmisam, u deyimni savolishim tursa, bosh o'tkinimiz bizning shaytondan g'olib kelganimiz. Hay avvalisi aytdim ko'rishmadimgina mag'lub bo'lganmiz. Odam o'zining hayotida bu real gap hamda o'zining shaytonga kurash qilib hayotni ayolishidi hamda. Men bunday cho'ng gapni qilmay, turmushning ichida hayotlikni so'zlaydi. Odam hayotida qanday yashaydi? Odam hayotida yaxshi yashash, xalq uchun yashash, vatan uchun yashash. Bu bir rahat ishchi. O'zi uchun yashash degan gapmi bo'ladi? Ammo bitta kichikcha, pinpansani azuni. Vatan uchun yashash degan cho'ngroq. Xalq uchun yashash degan cho'ng dajida ko'rincha ham ko'z. Buni yashash rahat yashaydi. Shunday kechiligimni alayligimi? Andasa yo'ldoshlar dedim. Avilla Abdullah adavatimdan bu gap. Andas men hayotlik so'zlayman. Bu qadar kechiligim hayot. Sizlar anlab ko'rib, eslab bakın. Meni o'ynan birinchi dodimda. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedinci, sekizinci. Şeytan çıkıdı. Adilimiz zaten xalqimizdan so'zlab kesqanda bo'ldi. Xalqni aldab kesqanda bo'ldi. Bu hammadanni yaxshi yo'lga boshlab kelsa, biz nima ish qilmaymiz? Bular hamma mavjud narsa emas. Bu dunyo mavjud emas. Lekin odamning ro'yida bajo. Nima bo'lib kesqanda bo'ldi deyman. Odam meningdimi g'olib kelib kesqanda bo'ldi deydi ava savol qo'yib. Şeytan etmeden çıkar. Ben ya yaxshi qildi ayollarim bor, yomon qildi ayollarim bor. Nimishqa har bir itob turishiga Abdullah chiqib naqshaydi. U xalqning vakili. Abdullahning aytayotganlar. Bu da ikkichilikning yaxshi bir anglab bakman. Butun tekstni maxsus yozilgan. İtobda yeshilmagan mazmunni biz naqsh deyishimiz. İnsan, şeytan, xalq. Xalq ham yaxshi bo'lishni talab qiladi. Mening itoatimdagi asli bekitilgan bekimisi shu. Xalqning hayot uchun so'zlash. Men bu narsani xalqaro o'rganib keldim. Isparlashni o'rganib keldim. Bir itoat kechilik deganda 4 ta mo'ysini tuyaydi bo'lmasa. 75 dan butun sakni odam qadimlar bilan 104 ta ishlaganmiz. Çoğun qo'shilib biz. Endi nima ish qilganda qilmagan chog'da men xalqaro saviya yetkazish uchun men texnik kerak-ku. Odilimiz men unda zo'r texnik yo'q-ku. Men o'ynay olmayman. Ammo chiroq, sivik, sakni qurashtirish, sakni loyilash, rejissor, uni oqidan berayotgan, LED qo'yayotgan, o't tag'adi men rejissorning og'zi qarab o'tirib qoldim. Bu rejissor qilyapti bu ishni. Bu yerda shamat chiqdina deb qoldim. U operator. U endi men o'ylab qilamagan nurg'un tarmoqlar. Ha, shuni ona bir yuzda biz. Mashina bu talabni men o'tirib qo'yaman. Mana bo'lmas bo'lmaydi. Mana bo'lish kerak. Degankin ashlar shunda ishlab chiqardi-da biz hozir. Men 97-yil bilan 2009ning farqini buni atmamsan qildim. Keyin haqiqatan mu o'yin qo'yildi. Qo'yilib bo'lganda ko'rib chiqanlarning hammasi nahot zo'r cho'ng yuqori bahoda. Keyin ham men o'ylab qoldim buni to'g'rida xalqaro bizning kuchli bo'lgan ustozlar ko'rib qolsa, bular bir javob.
Benim muallimlerim kelip ularga bir cevap, dünyanın her qaysi joylar ko'radigan saviyasi yuqori xalqlarimiz, qarindoshlarimiz kelsa, onun bir cevap. Davlatchilik qarindoshlarimiz kelsa, onun bir cevap. Tushundiganlar, tushunmaydiganlar bo'lsa, bir cevap. Men o'zim huzurlarni qattiq qo'yib qo'ygan ekan turib ketdi. Hozir yana shu bo'lgan kechilikka adilimiz yana 1 million pul bersak, buni qayta bir ekstra eklesangiz, men qancha turadi deyman. Men ko'zim yetmaydi. Bu ishni taskanman. Qilmada ko'z, amram tan qo'zg'almasa bir odam qilolmaydi. Ana bu saviyaga apadik. Buni hamdaylik bir o'xshaydigan tarafini men birdan so'zlab o'tmasam, men uzun so'zlab ketaman buni. Demak, u oldingi asardagi garchi o'nachil farq qilsa, u oldingi asardagi itoatchilik. Ma'lum asardagi. Bu mush asarga vakillik hozircha vakillik qila oladi. Yana 2011 yil bo'lgan bo'lsa, 2-3 yilgacha chidaydi. Chamini qilintikka kechilikda biz uning aqida qildik. Lekin endi men mush mening itoatchiligim mangu misha putrab tura oladi. Mangu hammasini g'olib kelib yuqori turdi. Desam birisi tilim kuydi, ikkinchisi bo'lmaydi bunda bo'lishqa. Chuqur men o'zimning davrimni yaratdim. Mendan keyingi avlodlar, mendan keyingi shogirdlar chuqur biz qilolmagan nurg'un ishlarni voyat biz qilish kerak. Ular dünya saknesida saviyani tamamlash kerak. Ilg'orlikni davomlashtirish kerak. Bu bizning keyingi avlodlar qildigan ish. Biz nurg'un ish qilolmaymiz-da. Mumkinmi qilish? Bundan keyingilar qilolmaydi. Shunda qilolmagan narsani yugurib harakatga kontaktsiz berim siz yugurasiz. O'xshashlik yo'q. Men aytganda hozircha mayli atrofimizda o'tirayotgan davlatlar bo'lsin, hozir ishkirki saviya bo'lsin, mening 2019 yilgi itoatchiligim hozircha yuqori saviyada deyishga bo'ladi. Ammo bundan keyingisi o'qimayman. Bundan keyingisi yuqori saviya bo'laversin bo'lmaydi ham sektor. Qag'alar tirishmisqanlar bo'ldi. Demak, endi biz mayli uni nuqson yo'q deganim mayli. Biz endi uni shunchalik qildik. Qilishlardan bundan keyingi bolalar, bizning shogirdlar o'qiydi bular. Biz Beijingda o'qimasa, bundan keyin Moskvada o'qiydi, Amerikada o'qiydi, bular Germaniyada o'qiydi. Kelgan kun turib, Amerikani menda qilsa qo'ldi. Ammo bular menga rahmat aytish mumkin. Rahmat Adilmizet. Ayni zamonlarda shunchalik qiyinchilik davrlarda bu, sen shunchalik qilib ketgan sanim bo'lsa. Bo'pti, Xudoga shukr. Buni biz taraqqiy qilamiz. Deydi ularning vazifasida. Men qilolmayman uni. Adamning hayoti, adam kuchi chekib bo'ldi. Bunda da zo'r farq bor. Ammo hozir bunda qarsam bu itoatlarimiz yalnız itoat bo'lib kichiklarda shakllanmay bu oqshom bir basharat ko'rib qoldim. Shuningda qanday diqqat qarab qolib qarsam bir necha yosh taqchi bolalarning naqshiga itoat shakli bilan mazmunni ifodalaydigan bir xil shaklni ijod qilma yosh rejissyorlar. Xush bo'ldim. Mana bu yangilik bu. Da onun olduk biz netice ettim. Biz ama hozir yosh rejissyorlarda aslında bir o'ylab chiqdimi? Bunun bir yaxshi tarafi var, bir yomon tarafi var. Masalan, bizning naqshiga usul o'ynaydigan bir shakl chiqib olgancha, buni Hansu tilda deganda tavu deb qo'ydi. Buni aytgan naqshining mazmunini ifodalash uchun usul o'ynab ketgan bular. Bir turib to'liqlab dedim. Yana bilsem, mening Adilmizning ko'z qarshisida taz yaxshi ko'rmadim. Naqshini naqsh bilan anglash kerak-ku. Naqshini siz aytsangiz, ko'zima toza aşı vaziyetga chiqdi. Davutga vaqtlarimiz bor, vaziyetga vaqtlarimiz ham bor. Adam ko'z yumib olgan bo'lsa naqsh degan. Bu naqshni anglaydi, endi qo'polsa 20 daqiqadan chiqib guldir o'ynab ketmiz, urushib ketdim deb mana qarab qolganmiz. Buning qarab qo'ygan naqshni tushdik-ya. O kim etdi naqshni? Deb xotindan so'rasa 15 qat uxlaydi deb meni so'radi. Kim etgan bu? Aytdi, "Aytda bircha
bir adam chiqib, endi uning bir feyzini ko'rib, da etsa, bir moncha, bir adam gapqas chiqib, bir adam gapqaganda kishi yo'q. Taza yarimidi shu. Buni qilib boqadi. Taraqqiyot jarayonida hammani qilib boqadi. Ayrıca o'xshaydiganlarni biz dashil to'lib ko'rsatadigan, to'la tahdid qilib, to'la taqqiq qilib, to'la yag chiqib, to'la parqlab ketib, oxirmay ijod qilib bu. Hozirmi degan, ha, necha tonlik artlar osmonda uchadigan. Buni menimcha bir taraqqiyotning bir yo'limikin deyman. Menimcha naqshidek bo'lsa, usuldek bo'lsa. Endi hozir bu naqshiga itot qo'shgan bo'lyapti. Itot deganimi bo'lmaydi, bir shakl. Masalan, seni men saqlab degan bir tekst chiqsa, o bog'chada saqlab o'tirganda bu shunda. Kalbida yor kechikib desa, oyda kechikib bir chiqib ekan. Chiqib shunga bilan nimangda chiqib, hech kim naqshlar teksti nima bo'lsa, oyda shu harakat chiqib qolganda qizqarib tuyulgan bo'lmasa, voy bu yana abiyam qanaqa men abiyam deb o'tib ketganda oshna bir narsa bu qiziqarli narsa degan hamma qiziq narsa bu. Birdan chiqib naqsha qilsa kim qaraysiz masalan siz kim qaraysiz? Albatta kuldigan taraf. Ha, hammadan kuldiga qarablar naqsh kim undan naqshning ovozini qo'yib, "Men ismim" deyman. Qasin ko'rish kerak. O'zir pasini tutgan gapcha deydi. Yalnız ben keyin o'ylab qoldim, ha. Hozirgi bolalarning hammasi Uyg'ur tilini toz yaxshi bilmayotgan. O naqshning mazmunini harakat orqali qilishgan deb deb menda o'ylab qoldim. Lekin endi bu meniki mukammal bo'lmagan ko'z qarashimdir endi. Ehtimol hozirgi yosh rejissyorlar, yosh aktyorlarimizning nurg'on xiyollari bo'lishi mumkin. Men de uni bilib bilmaylar. Manda yakun chiqarib olsam bo'lmaydi. Yakun emasmi? Faqat ko'z qarash. Endi bu Şunaqas bulamda ya, bamam tergan narsa, men hech kimga berib qoldim televizorda. Men bundan keyin idora qaytib berib, men ash bolalar bilan bir yana bir o'rtoqlashib baxmoqchi. Ey, nima demoqchisizlar? Men bek oxir qoldimmi taraqqiyotni? Bir tushuntirib qo'yinglar deb so'ramoqchi. Ammo menimcha toza pok chiqmaydi. Toza qalam bilan birsi yo'sna qatliz bo'lsa, birisi yo'q, uchagandek ish yo'q. Qarqitdi. Menimcha usul. İtotning yamal lirikalar bor deyman. Masalan, bu da 2009-yilgi itot kechiligimda Zo'ning qizi, marhum Zo'ning qizi apachlar men itot o'ynadim. Ana dedim. Anam bilib ketgan. Ana, men sizni ana deyman. Sizni bag'rimga bosay. Sizni balalarınızdan ayrılgan bir iki ana kelsiz. Ben anamda ayrılgan yetim bal ekanman. Men sizni ana qilsam degan vaqtimda kechirgin balam. Sen kechikibsan. Chunki men mush yurtda yatavrash jarayonida nurg'at otasiz qolgan, onasiz qolgan yetim balaning onasi. Men bularni tashlab ketsam bo'lmaydi deganki, bu meni cho'ng qoyil qilgan javobda. Ya bu yetim balalar muhim emas, men muhim demayman deb. Qarı çoxla Anadolu deyirəm mənim gepim var. Atam demişdə geplər var. Qaydadan torluq görə baxs buldu hər qandaq adam. Mən nəmə davatım o yerdə? Bu yerdə qopaqlar üçün bu tört adamın yenəmə qıyıb qoysa, mənim o gepimni kim ağlaydı, bu kim nəmə gep olub getdi bu yerdə? İtottamın nurgun lirikaları var. Qatti yılığı bir adam çıkıp onu buzurken bir çıraqda qing'ir berishga bo'lmaydigan ko'rinishlar var. Menimcha hamma narsa o'ziniki xili bilan, hamma narsa o'zing tuz bilan bo'lgani menimcha sal yaxshi deb o'ylayman. Gaza qo'ydim, bo'ri yaxshimikin deb o'ylayman demak. Demak, taraqqiyot amine o yükselip mağdur karan. Siz bilgenen fakat meni ziyaret kıralıkını usul 97-yılki itot geçilgen, 2009-yılki itot geçilgen sözler kaldık. Demek ki onun bu bir menin sanat hayatımdaki bir basqıçlık taraqqiyot. Bir basqıçlık
taraqqiyot. Onun aldırki, bundan keyinki nurg'un bosqichlardagi mangu to'xtamaydigan bosqichlarga nurg'un taraqqiyot bor. Uni ko'rishga nasib qilsin, lekin u mumkin emas-ku. Mayli kim bo'lishini qat'iy nazar. Mayli mendan burun ustozlar olsun, mayli men Adil Mujtulay. Ya mendan keyingi har qanday musu san'at ishlatgan xodimlar olsun, hammasi o'zining ishi tutilishi kerak. O'zining davriga mas'ul bo'lishi kerak. O'zining xalqiga mas'ul bo'lishi kerak. Mushi ishni ko'ngil kelib qilish kerak. Shu vaqtida anadagi bir taraqqiyot bo'ladi. Men faqat o'zimning davrimga mush narsaga javob bera olaman. Yaxshi. 97 bilan 2009-yilning osmon zimin farqi bor. Men izlandim. Bundan keyingilar ham izlansin. Ham izlanadi. O maqarar shunday. Ham bizning natijasi yuqori saviyada o'ynaydi. Buni hammani bir odam qilolmaydi. Bundan keyingi taraqqiyotni hamda takımı ilgili sürülüp bizdeki kam boğayarlarımızı to'lg'alab qo'yishini men chunki na'mat qilaman. Nahsa adlaka siz bundan keyin yana kechlik o'tkazish xiyolingiz bormi? Xiyolga bo'ladi ekan, bir qatam itoatkorlik qilib, Xudoyim ikkinchimizni shuni qilamdigan voyjon berkamiz xotiliqi bir gaplar ekan, bir tamsil gaplarlik. Allah'ım kurban yangi pulab, voy Xudoyim ikkinchi bolamni tug'amdigan deb pulablar. Yani ikkidan yil ham tuqqan o'xshash. Bu endi qonuniyat shunday o'xshaydi. Odamning qiz gap qolgancha, nima deganda bizdan mishning endi akla emasmi? Xuma bunaqa biz. Bir narsani yapsaqmi hayajonni sizlab qolamiz. Xapasaqmi hayajonni xapalaydigan. O'tkazgim bor. Ama bununla hamda bir neçe itotlarını mesela şimdi bu yıl ben 4 itot oynab oldum. Mesela dopunu oynabdım ben. Yakında teyipçin Elif Kamniki Abdüşkür Memtimin'den hatırlaş bir nemesiyle bir itot oynadık. O itot çıkmadı da yakında çıkıdı. Belki yakşı itot olmadı. Yani bir itot oynab ketmeye yakında yapıyor. Ama 4 itotun çıksam bir keçilik olurdu. Ben onda kırım yokça. Ben qilmasam mayli. Bu men qilmasam yana bir siqiladi. Cho'qim qilish uchun xalqimga javob berishim kerak. Xalq bizga mush sharoitni beribdi. Mush kari dasturxonni beribdi. Mush kari sakni beribdi. Va xalqni ish kuch qoldim shanba kunida ko'ngil chiqsam emas. Kelgusida dars bo'lib qolgandek. Kelgusi ma'rifatlarda ishlab kerak. Kelgusida bizdanki avlodlarimiz bolalarga so'zlagidak bir narsa qolsin deymiz men. O bir itot o'ynash kichik masala. Bir kechilikni qanday uslub bilan qoldirish kerak? Nima uchun qoldirish kerak? Men buni bari-barilikqa dutanimaliqqa usse uqmaganlar apla chaladi. Usse dutani qo'l bilan qoladi deb, dutani bak usse chaldiganlar yenib ketmiz deb tamsab turib chaluvchi. Uqmaydiganlar apla tamsalmay dutan chilay berganda, shopirlimi usti bo'lgan asta mashay deymizchi. Etrafidagi urvatmisin deb uqmaganlar vang deb yurganda, bu kasbini qirg'asida ilk qo'lga qoldi ekan. Men nima ish qilyaptim 30 yilni haqi? Bu itot o'ynab o'tibdi. Men bir ish qilamdim degan. Menda shu savol bor. Men yalnız itot o'ynashlar emas, xalq uchun qanchalik asraq bo'lsinmi? Nafaqadak, ma'riflarimiz foydalanligidek, 70 yoshga qarindoshlarimiz ko'raligidek. Bizning nurg'un urf odatlarimiz bor, nurg'un dinga bo'lgan o'zimizning muqaddas tunishimiz bor. O nurg'un nimalarimiz bor. Bizning padshahlik millat uning ustiga. Biz cho'ng'alan kichikniki orliq padshimiz bor. Bizning nurg'un diniy ulamolarimiz bor, nurg'un saviyalik. Ularning boshqa millat sal o'xshamaydiganimiz, biz hammani o'tirib gazarchaqni bir deyishni ko'ramaymiz biz. Bu televizorda kanallarga qaytib pas har qanday chiqar ekan. Hozir taraqqiyotning yuksalishini biz uyda 3 4 deyishib var haqni uyda. Endi men shu bir uyda ayt oyam, bayram, shanba, sayohat chiqqanda
yoki bo'lmasa 7 yoshdan 70 yoshgacha kelin bilan qaynotlar, kuyov o'g'li bilan qaynonlar bir o'tirib chiroyli qaymoq sendamlar qilib tan ko'raylikdek saviyadagi narsani haqli o'rgansa to'xtatdi bu nima deyapti deb izlanadigan ma'rifchilar ko'rsa qo'shiladigan olimlarimiz ko'rsa ma'qullaydigan narsani izlash uchun buni vaqt yetib qoldi. Biz hamda bundan kimmi? Yana cho'qim ilg'or narsani qilishimiz mumkin. Ham ilg'or narsa qildik deb murakkablashtirmaydi buni. Yenik hozir xalqlarimizga chaqqan tez, anodot narsani yaxshi ko'rdim endi. Kechki qilib yer ketibcha, ancha kenekan kiyib, piyoda mavsum biroz rohat his qilib. Bu da o'ylashqin emas meni farzim endi. Balki muntazam bo'lgan adamlar jiddiylashidan bilim emas. Erken bir narsa. Araq chiqdek. Haqla dabir damag'ini bir piyola biza chayxona o'tida chay ichib mondashganda uslubdagi bir xil yenik kichkinasini bir o'ynab baqay degan bir ideyam bormi. Hozir yosh san'atkorlarimiz qo'li yetishib qoldi-da. Buni da xotirjam, mening xo'shlig'im bor. Demak endi mishlarni birlashib, misha mumkin bo'lsa kelar yilimiz 3-5-yilgacha yaxshi bir nadir asarni xalqimizga sunsam degan bir arzu. Rahmat. Bunda hozirlikka hozir o'zingizning dedingizga oid aldirashlik chiditimiz deb bizga ma'lum sizlar san'atkorlarning kelib turmush bo'lsin, mayli xizmat bo'lsin. Ozroq ishlayman. Ishlang. Bismillah, shunda eg'ir bo'ldi-ku hamimizga ma'lum. Unda bo'lsa sizning oilangizga yetib kelsak, Arlaka, siz shu oilada bir ota bo'lish sifatingiz bilan farzandlaringizga, bolangizga qanday tarbiya beryapman deb o'ylaysiz? Hamda dunyoda bolasiga yaxshi tarbiya bermaydigan ota yo'q deb o'ylayman. Ham gap uniki qanday uslubda berish bermasligi bor hamda. Hammadan sevsak, chekkak ham deb bajalar. Nima qilsa, qulqon teshudimi? Der g'alaba. Bajalar bilamaklar. Ne qilsa, gapga qildiganlar uslub o'xshaman, lekin yurak o'xshash. Dunyoda balaga kuyinmaydigan, balamni asqo'sin degan hech qanday atan yo'q. Bir ikki taliqqa bir qalbni ketganlar hisob qilmagan. Menmo bet nazaratda dadamaslikni o'ylayman qarangam. Men kuyma balarimga. Menmo xuddi dunyodagi barliq atalarga o'xshash balarimga aytib kuyma. Endi kuymasak bo'lmaydi. Kuymanni dunyoda kuymaydigan odam yo'q. Ammo kuyishning hech xil yo'li bor ekan. Endi kuydim deblar uni qo'yiladi. Faqat kuyish emas. Endi biz u balanni deb cho'nqib qilish kerak. Va u qo'y qalomsa samat suyab yeydi. Endi uni qanday qilamiz endi bu balani cho'nqib tutib to'xta. Bu endi tamoqlaydigan bir odamga aylanib qolmasan. Tamoqni israf qilib. Endi bir xalq uchun xizmat qilib tamoq yesin yaratish uchun bu xalq qancha foydali bir odam bo'lar bu deb shuni o'ylayotganmiz. Endi o'qitimiz. Men bir qizimni azamda o'qityapman. Hozir chet elda o'qiyapti. Nayt yaxshi o'qiyapti. Hozir hamda ashaqda sirtda o'qiyotgan jingo hatmanda o'quvchi hamda. 3-yil o'qiyapti. Biz hozir kerakchi shu talabni qo'ymaymiz. Hozir qolamiz, o'zingni turg'izib qo'ygan ideyasi bor. Cho'ng studiya tutganmiz 20 yil. Men o'ylaydiganim kelgusida shu mening bolalarim xuddi boshqalar bizning turmushimiz uchun nurg'un yaxshiliklarni kelgandek, nurg'unlagan ijodlarni ijod qilgandek, menni xalqim uchun ozdir ko'pdir xizmat qila olgandek, shu mening farzandlarim bor, xalq uchun azroq xizmat qilsa xo'shim. Endi ular qanchalik qildi qilmaydi, uni o'ziniki tirikchilikqa bog'liq. Men kichkamda o'tirib maktabda o'qiyotdim. Hozir bunda qarasam, umumiy gap aytganda bolalarniki qurilmasi yaxshi. Qurilmasi qurilib bo'ldi hozirlikda. Bularda qilayotgan gap so'z, qilayotgan gap ichadigan egiz-pas yo'llar umumiy gap aytganda yo'q desam bo'ladi. Buningki yo'q bo'lsin, ishqitnat
mayli bizning Uyg'ur an'anaviy, o'zimizniki diniy an'anaviy, o'zimizniki bir xil bir qadat an'analarimizning simasi bor bolarimda. Ta qarsam masligim bo'ldi. Uyg'ur qizi, Uyg'ur yigiti deyaligidek. Biz adablikni aytdi, yaxshi millat quramiz. Shuni simasini ko'ralaymiz. Faqirman. Lekin afsuslandı ben ko'pinchalarda o'ylab bo'lmagandan bu tarbiyani alis qildimda. Men buni o'yladan qilolmaydi ekan. Men endi abaydek xizmatlarni endi qilish uchun sirtga ko'proq bo'lib qolgan. Bizning endi san'atniki xarakterimiz bir yilda 365 kun, bir 100 kun böyle tutsakma şu iş güzel çünkü talalar sırt yürümüz film işlerimiz ona kılımız hem kelgenlik kimi örümcülük hatırlayacağım travmayken hem de bizim toylarımız yıkılıp kaldıkken nazır çırak tayatlar bulup kaldıkken uyak barkemiz hem de bizim örp adetlerimizine aitti pelli getken bir millet koyuz işlerimiz yok ama Abdullah'lık görüşümüz, Arisalık görüşümüz repit sıkıdığımızda ikimiz bu bayram ötep gitti demek öyle tüzüktüremeyiz. Bu jarayondan bu bolalarga shu vaqtda maqtaydi, qo'yadi, qo'pidi kirinjiydi, uning og'rib qoladi, qizib qoladi. Hamisha uxlayman. O'tib oldin qatida o'qilib, u osmuqilib, mujnab 5 kun o'qilib o'g'an kasal qiz sinib o'qidi degan gaplarni keyin anglayman. Nima qilmaysa, u siz oldirash tursin. Oldirash olsin demamsan. O deganlarni paysi. Siz Qashqar qo'tan ishlarsiz. Demek, kahramanda ayol. Onu desem, hatırlayacağım sizi kandım, onu da ben özüm Türk'teydi. Yani şarayetler boğan için. Demek, %90%, ben %100% kanalımda ballarımda berişliğim. Hem berişliği nisip kılsın, hem sırtkı zaten berişliğim bilen emili harekette hem de özüm berişliğim anısı. Abay men degandek o'yin ishmi, oila ishmi degan aytib o'ynab ketgan men. Oila ishmi emas, oilaning hamish shu oila bo'ldi. Bir piyola chayni uchun dal ko'tarib tursangiz bo'lmaydi, o'zingiz bo'lmaydi. Shuna o'xshash kichik masalan, o'ytasash, bu ona qilib bolalarning traktor ketdi bu ish. Qarasangiz ishlamasda ishamiz. Shuna bilan eng tarbiya, ular bo'lgan ben ko'pincha fikir bayon qilmay qolmay o'kirib o'tirsam Allah anda qildik mana oldi men ustidan deb qolganimda qarib bajaq turib qolmasa kuni vaqtcha kuni vaqtida yana qilim bo'ptim lekin izchil turda bolalarim bilan cho'ng odamlar paranglashgandek paranglashmoqchi men bu odamlar kichik o'ptirgancha deb aytayotgan qilib turmush bunday qilib kichik bo'lib qolib ketdim. Demaylar, qopag'im turiblar deb gap qilsa, yo'q deb javob berdi ekan. Hozir men bolalarim bilan paranglashsam o'tiraman deb. Arkadaş, men qanday qilsa, sen nima o'yladi deb qanday javob bersangiz, savol qo'ysangiz, oshliq javob berchi. Qanday savol qo'ysangiz javob berchi, bolaga bektomoqchi. Bila no degan umar kan. Javob berdi. Bunaqa yolg'on bo'lib qolsa, Allohga bir oti bilan bolani o'tirish munosib yolg'on bo'lib qoldi. To'g'ri, kiyimiz kim ko'ymaydi bol degan bu bizning bag'rimiz bo'lsa. Unda u ko'yguningni u kechki yuzing bilan og'zingni ishparmay, ko'ngil ishparsak bilardi. Ani qo'pib bu baliq sen nima qilmoqchi? Qanday sen ning planing bor? Hatto baliq shu gapni qilish kerak. Bu plan degan davlat til bo'lmaydi, oilada bo'ldi, idorada bo'ldi, mening planim bo'ldi, bolaning plani bo'ldi emasmi? Dunyoda hamma plani bor, plani yo'qmi? Biz balani shunchalik ko'zga ilmamdi. Balaning o'z plani bor. Biz kichik olganmiz, kichik emas u. Sening planing bor. Sen mana shuni qanday qilmoqchi? Ta'til qanday qilsan? Adatni o'tirmayda tutirgansan, to'liq o'tirish qanday qilmoqchi? To'liq o'tirib chiqdim degan jamiyat qarab ma'lum degan gap. Alimentga. Sen qaysi alimentga qo'ysa, nimani ishoning bor sening? Kelsin nima bo'lmoqchi? Ya masalani qo'yib taqalangan. Qanday javob berdi?
ham berib, men ada cho'ng gelmiş olaman, davomli o'yda olmagan ekan, kaplarni ekan. Ulamalarni davomli men bilib olmagan ekan, ular bek aklab ketmaydi men. Ish qilib mayli qanday qilishni qatnashar. Ailede balı bilen samimi, rastçıl, bunun başka yana, bunu doğru muamele kılış gereken çok. Onun bir insan, o fakat bizim balımız boğalık için bozak olmay ona. Onun senin balan bakmağı için ziyan tatamdı o. Onun fikir bayan kılışı o kılış gerek, onun tefekkür kılışı o kılış gerek, onun bir nişanı buluş gerek o. O fakat senin balan bakmağı için ziyan tatamdı, onun ziyan tatamdı. Olmaydı o. Şun şarait veriş gerek. Sen de kılan da olsa, sen mi bir garajdan, sen mi bir insan, sen de fakat, ya sen de özara değiş, yani bunda bir şekillendi. O tadı balılık yolda ne kopyak durar? O menge özgermeydi hem de. O menge, o bala, bu menge da, o ne? Azırak keçik bas, yok apıtırgan nerse emez, o karton tuz olduğun nerse emez o. Bu mengülük özgermeydiğen, odan da hatırcan bolsa kıldı. En mühimi manası hatırcan bulmayın o. Şu an böyle ki, ana ağır yumuşak geldi o. Ana devamlık vallahi küydü. Hem de öyle ki, bu ananın otunu şunçilik yer tutken ki hem de, böyle kırkıp uyuşmaydan bir otlağı güp inip durdan, o balı için şunda avladan. O adam yaralgandılar şundakça, ananın onunla doğan meşhur muhabbet kama. Şöyle ballamın köpün çaldan nurun gepini anası kadar. Çünkü o ana ular kalpinip doğanda, dadıdan ko'nglimi o anadan bekerek kalpindi, lekin o faqat shu bilgizmaydi deb bildirmaylar. Turdi. Amaliyotdan kuydigim dada. Endi biz anaqa shunaqa xuddi biz ya bir-birimizga xizmatni taqsim qilolmagan, ana o'sha taqsim qilinib qoldi ekan, chunki xizmatdan ehtiyoji. Ham to'g'ri tushunishimiz. Ayolim meni to'g'ri tushundim, men ayolimga rahmat aytaman. Ballarni to'g'ri tushundim. Ballarni unchalik muddat emas. Ham dadam aldirash charchab qoladi, bu deb bizni ayaydi ekan. Ularning meni ayig'iga rahmat. Bizning mumkin bo'lsa, ozroq vaqtimiz bo'lsa, boshqa ishlarga ko'ngil bo'lgandek, ballarning ishlariga ko'ngil bo'lish kerak. Endi ras, dunyoda ishni qilib bo'lganmi ekan, tugmaydigan bu ish. Ballig'mi ko'ngil bo'lish kerak ekan. Sizniki ba'zi etodlarni o'rnab chiqib bo'lgandan keyin, ba'zi kechiliklarda chiqib tushib bo'lgandan keyin, xalq ko'rgandan keyin sizga nisbatan ko'rilmanlar turdoshlarimizninki sizga nisbatan tanqidiy fikr bo'lib qolsa, siz buni qanday qabul qilasiz? Qanday pozitsiyada bo'lasiz? Menimcha, menga tanqid fikrdagi odamni hayotimga eng yaqin odam deb qarayman. Nima ish qilgan chog'da, mayli u qanday nuqtai nazardan desin, u meningki ojizlik tarafimni menga ko'rsatadi. Agar menga ko'rsatmagan bo'lsa, bu mening aynakim deb qarayman. Aynak yaxshi narsa. Bitta yuzimizga cho'qimir aynak qarmay, xotirjam talaga chiqqanmaydi. Bizim çapışıp kalgamız. Şu adam meniki aynakim deb qarayman. Bulup mazık davrladi. Hiç kim bilan chatqi yo'q. Mehr muhabbet so'zlish ketib qolgan. Hay o'lsam o'lmamsa, men bazamanman da. Davatqanmizdaq davrlarda ulardan bir to'g'ri chiqib, Odilmijit anda bo'ldi. Odilmijit bunda bo'lsa, siz nima ishni qilasiz? Masalan, jurnallar e'lon qildi Odilmijit sizga bir taklif gaplar yoki sizga bir kalima so'z yoki ikki misra she'r. Ey Odil, nima ishni qilasan? Sen bizning faxrimizdan yoki yaxshi o'g'larimizdan yo andamanda. Degan gaplarni qilganimga yaxshi manda. Bu shunda aldirashtirsa bu odam. Hammadan o'zini shu Allohdan o'tirib, siz bilan mening gapimni qilpaga odamning o'zini bak do'stim ham dushmandan deb ona. Haqiqiy dushman degan, haqiqiy eski odamga qanday bo'lsa, ko'rib turibman. Ajab yaxshimi, qattiq kelishgan odam jumasan. Sen nuqson yo'qmi, senda o'lsang jannatga kirsasan. Deb gaplar do'zax qishtirib qo'ygan. U odamlar mana bo'lmaydi.
Ben izchil turda bana fikir berganimni yaxshi ko'raman. To'g'ri, albatta bir odam maqsa, rahmat. Rahmat deb Alloh bizga. Bizning ustozimiz Lenin efendimiz ne derken, siz Lenin efendim dünya nimeni yaxshi ko'rasiz? Turkda maqtashni deb kerak. Hamda o maqtasa yaxshi. Adillik ve kuchli jamoat va dünyada yana bir 5 asrgacha bunday qadam chiqmaydi desa 5 asr necap bo'lsin kerak. Ağlaydı. O qo'shilgan gaplardi. To'g'ri. Bu qo'shilgan gaplarni odamlarga azroq bir vitamin ABC'dek foyda qildi. Foyda qilgan gaplar. Lekin a gapni biz demal olmoqqa biat turdi. Hadallik qilqingiz baksat bo'ldimi? Haqiqatan belki yaxshimadi. No. O'tgan kishi yaxshi maqtim degan gaplarni olsangiz biatek tuyuldu. Hiç kısa. Okulun sancağını dersiz vurup doğan için oyunca. Dersiz fayda kılmaz mı o? O biz demal yerge İslam'a onun kiyinki neticesi İslam'lık değil mi? O terbiye yapma okulda yapacak ama demal diyen bilen kim oyda kalsanız toğra. Tova, şu ağlayınam, çok yaxşı yakıptık ya. Dedim, ne münasip isim kildi olsa, dost ağırtık yoktu da düşman kildi diyen gaplarını ben tapkan gap emas mı? Bu gaplar isimiz gap kaldı. Bu tarihte bahis. Bu adil mecitlilik icap koyağın, o demez bizim burunki ecdatlarımız, ustazlarımızdan tarihten bundak gaplar kalgan nurgun kelime sözler var. Menimce adam hamma narsaga qodir bo'lib ketmaydi. Biz hammani inson. Biz bir umr bu dunyoda hech qanday narsani tushunib, hamma narsani tushunib qolmaymiz. Shunga biz ajiz bir banda deb bilamiz-ku. Biz ajizlik yerlarimiz jiq. Bir odam uyg'unib qolmaydi. Hayot qisqa ekan. Adam 20 yosh, 25 kirib, endi bir men tushunib qolib, endi bir men uyg'unib qolib, 85 60 70 berib qolgan. Tan ajizlar ekan, qilolmaysiz. Bu endi avlodlar qildi. Demak ki onun muşna qisqa hayotda, muşna qisqa vaqtning ichida bir odam alayda vaqtini chiqarib sizga samimiy bir fikrini berib, "Ey, bu yo'lda mansang, ang'ib ketsa, sen mayaqda ma'nini o'zim yomon gapimda." Muşna odamlarni biz do'stlab chaqlab, bundan keyin ashnaq do'stlar fikrlarni berishini umid qilaman. Bundan keyin biz uni qilmayapmiz, buni qilib da'vatimiz albatta nurg'ulg'an, bilib bilmay nuqsonlar paydo bo'ldi. Bilib bilmay biz xato gaplarni qilib qo'yishimiz mumkin. Xato pozitsiyalarni bildirib qo'yishimiz mumkin. Buningda bizning asos maqsadimiz xato ish qilish emas, to'g'ri ish qilish nishonimiz bor. Ammo biz shunday bir ojiz yerlarimizni do'stlar, ustozlar, kasbdoshlar shunday bizniki do'stlarni o'ziniki fikrlarini berib, bizning to'g'ri yo'lda borishimizga yetakchi bo'lishini men chin ko'ngildan orzu qilaman. Rahmat Adilaka, sizningki bugungi qimmatli vaqtingizni ajratib programmada qatnashib berganingiz uchun chin ko'ngildan rahmat aytaman. Unda biz oxirida sizningki bundan keyingi nishoningizni, orzularingizni bilib baqsaq bo'lamdi. Oldi bilan bugun Misranim turib bekitiniki meni taklif qilib suhbat bo'lgani chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ana bu bir yaxshi bir fursatlar. Ana mushu turbik orqali nurg'ulg'an bizniki hamdam bo'layotgan qarindosh, sabdosh, kasbdoshlar bilan munchalaymiz, nurg'un yo'llarni topalaymiz, nurg'ulg'an oziq taraflarimizni his qilalaymiz, nurg'ulg'an do'stlar fikrlarga ega bo'lamiz. Endi demak bu gaplar tugamaydi. Bundan keyin burun ishni qilamiz ekanmiz. Xalqni qo'llashi, xalqni bizga to'g'ri yo'llarni ko'rsatsin, arib qarag'anmaydi. Bizning qiladigan ishimizning o'zini xalq uchun xizmat qilish uchun, xalq uchun xizmat qiladigan odam shu xalqning ishini qilmay turib, boshqa odamning ishini qilib turib, xalqning ishini qilmaydi. Shu anda men shu fursat bilan Misranimga rahmat aytaman. Buningki orzularim, buningki fursatlar bo'lsa, Misranim turib
bekitilen şarayetlerini hazırlasa, köp mundasa, adam 1-2 saat oturup nurgun yaptığına dep boğunu bulmayken, vakit, hayat çekik boğanda, vakitini mi çekip varken, yani bunu hemen bir günde dep boğunu maydı. Bugün dep olamayan yaptığımızı, yani bıktım demez. Benim bunun arzu tileklerim, abi ben dep ötüp ketgende, özemlik ki, kılıç kıyıştık nurgun işlerim var. Yani bunu ben boğunu maydı o karan. Şunun için hem de benim bunun keyinki senetlik hayat bana musafirde özümün otuq kazanışım için özümün qattiq talablarni qo'yib sirdoshlar bilan kasbdoshlar bilan tag'in cho'nqur mukammal buni hamkorlashib buni asosini qurib chiqqandan keyin buni shakllantirib xalq ko'rsatamiz. Bu jarayonda nurg'unlagan musofirlarni biz qo'l qildi. Uning endi ishonchim komil. Mening bundan keyin yana xalqimizga yaxshi nadir asarlarni sovg'a qilsam xalqimizning yoqtirib ko'rishini umid qilaman. Bundan keyin endi Mısır'ın torbi beklimanma xuddi bana hem nefesli bulup bana müşnak sorunu hazırlab söhbet oğunu o'xshash abiyam ben ismini atab o'tib ketgan mening nurg'un sardoshlarım bor, nurg'unlagan xizmatdoshlarim bor, ustozlarim bor, shogirdlarim bor. Ularni Uyg'ur xalqi uchun, Uyg'ur san'ati uchun nurg'unlagan to'plarni qo'shadi. Bo'lsa Mısır'ın torbi bekti Moşu sanatkarlar bizden ortaklaşıp, ular neymi deydi? Ularına içki dünyasının neymi var? Ular zaten kandakçılarını kılıç oyladı da. Nonsuz, torlarda köprek mondasa, ularına içki dünyasını halk düşünse, halkına dostluk fikrini ular düşünse, bizim yollarımızı geçiyor. Bunun şu farklı kandı. Bizden o neymi dedim, ben neymi dedim, hemen bir cazı kelsek, aydan onu da işlerimiz tekrar ravan bulundu. Bunun için, Mesela torbi ihtimamı işlerinden Ronaldo için konuda arzu kılıman. Bunun için devamlı şu torbi ihtirak görüşüne için konudan ben ümit kılıp arzu kılıman. Shundoq. Adil Mejid haqiqatan yuqori o'rindash mahoratiga ega xalqimizning qizg'in olqishiga erishgan san'atkordir. Uning bu 20 necha yillik san'at hayotida mana shunday zo'r ta'sirlarni qo'zg'ay olishi xalqimizning arzu tilaklari, hasrat azoblarini yumoristik usul bilan ifodalashga mahir bo'lganligida. Shundaqla uning haqiqiy bir san'atkorga xos bo'lish tuyg'usini yetildirganligidandir. Biz san'at beg'imizdagi bu yosh tehnikkarimizning bundan keyin texmi jonliq obrazlarni yaratib, xalqimizga texmi ko'p kulgilarni ato qilishiga tilakdoshmiz. Shundaqla uning bundan keyingi san'at hayotiga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz. Qadrli ko'ruvchilar, bu qadimgi programmamiz mushada oxirlashdi. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Xususan programmamizni qo'llagan o'rinlar: Urumchi Ahu badiiy to'y suratxonasi, Halima husn tuzash markazi, Shinjon Qaris madaniyat taraqqiyot cheklik sherikati, Qizildo'ga biopan texnika cheklik sherikati, Darno xalqaro savdo cheklik sherikati, Tianjin Ahmet elektron savdo cheklik sherikati.